Mana yana keldim Robbim. Dunyoning g'amlarini yutib, olamdagi eng gunohkor odamga aylanib, yana yoningga keldim. Bu eshikdan hech kim benasib ketmagan deya bezbetlarcha yana umid qilib keldim. Ko'zimdagi yoshim oqizib, senga iltijolar qilib yana keldim. Nafsimning botqog'ida kir bo'lgan qo'llarim bilan nurli dargohingni iflos qilib, loylarga bulg'ab keldim. Kelganimdan shunchalar uyatdaman. Go'yo meni qip-yalang'och odamlar orasiga tashlab ketishganday. Yo'q, undan ham ortiq uyatdaman. Boshim egik, tilim lol, qo'rqaman. Shunday holda yoningga borishdan qo'rqaman. Yana qancha imkon so'rash mumkin? Qancha yana odam degan ham bo'larmi shunchalar? Ammo g'azabingdan rahmating ustundir. Shundan faqat umidim Robbim. Shaytonga bergan va'dang haqq hurmati faqat bir so'z ayta olaman. Meni kechir, meni kechir.